Azizlar, nasib qilsa manaki safarga chiqishimizga kam kun qoldi. Albatta 2 kun uzoq qoldi. Yana 5-kunga ertalab chiqib ketamiz. Albatta men hozirgi paytda ziyoratdan o'tgan safarim bu videolar bekorga joylashtirmadim. Oxir manzil kelishi bor va oxirgi manzilda ham esdan chiqaramaylik. O'shaning uchun ko'p insonlardan shuni so'rardimki, shu oxirgi manzilga ham esdan chiqarib qo'ymaylik. Hali zamonda zo'r bo'laylik. Pulimiz ko'p bo'lsin, lekin nima bo'lsa-da oxiratimizni unutib qo'ymaylik. Inshaalloh mana bu video olishamiz, kibrimiz, kibr shaytonga xos. Biz bandamiz. Bandaligimizcha qolaylik. Mana ko'rganlar hamma teng huquqda yotibdi. Hech kim berdi zo'ram. Zamonda ishlagan, dunyoni ishlab qo'ygan bitta joylar. Azizlar, asbisa inshaalloh 5-kuni hammamiz ko'rishguncha asbisa ziyorat qildik. Inshaalloh bo'lsa, unda 5-kuni biz tayyormiz albatta. Xudo xolasa hamma kuch-quvvat bersin. Bizni kuzatishda davom eting. Inshaalloh bundan-da chiroyli videolar chiqarishga va nasibsa Toshkentga borganimiz videolar Toshkentda 5 kun bo'lamiz albatta. Har bir joyga chiqayotganda men ana shunday ziyorat qilib chiqayotgan chunki albatta rizq bo'lmasa kitob chiqib icholmaysan. Bo'lsin eng avvalo yangi joylar ziyorat qilib